Jamol va Xeyker o'zlarini avtomobillarini sotib olib, ularda odamlarni tashib kattagina biznes qilishni o'ylab qolishdi. Biz shunchaki osuda hayotda oddiygina qilib yashar edik Xeyker bilan. Qarashdak mana bunaqa bir oddiygina bir aravachada sudralib yurardik. Bir kuni cho'chqadan ham sekin yurayotganimizni payqab qoldim va u meni xizmatkorimga "Tezroq yur, to'poy, muncha sekin yurasan" dedim. Undan keyin u shunaqangi katta tezlik bilan masofani bosib o'tayotgan edi. Uni tezligi juda ham kattalashib ketayotgan edi va biz yo'ldan juda ham katta tezlik bilan o'tib ketayotganimizda bir voqea yuz berdi. Qarashdak bitta odamni masdan urib yubordik. U odam bizga jalba qilmasligi uchun u odamni og'zini pul bilan yopmoqchi bo'lib, olli odam turqatgandan keyin hali odam bizga jahl qilib ketdi-ku. Biz Jamol bilan juda ham charchab ketganimiz uchun biz yangicha avtomobil sotib olgani Jamol bilan bordik va Jamol menga juda ham katta pul borligini aytdi. Biz eng qimmat avtomobilni sotib olmoqchi bo'ldik, qarasak pulimiz yetmasgan. "Ha, janoblar, bu juda ham qimmat avtomashina, ishqilib pulingiz yetadimi? Menda $100 bor." To'poymisizlar? Yuringlar, sizlarga eng arzonini ko'rsataman. Mana ekan sizlarga musorka yog'ochdan yasalgan. Aytganman, uni ham ola olmaymizmi? Yo, umuman puling yetmaydi. Demak, sizlarga mana ekan kalit, $100 pulinglarga kuydinglar. Bu chunki prosta edi. Mayli endi biznes qilarmiz, Jamol o'zi puling shu ekan xolos. Ha, biz bularni zo'r ideya o'ylab qo'yganman. Qarashchi, oddiy bolalar, maktab bolalarini tashiymiz, katta biznes o'ylab qo'yganman. Shunaqa qarashchi, shunaqa. Bo'ldi, gapiraverma, yur. Ha, biz bunaqa avtomashinada ketmaymiz. Bu prosto ekan. Nima deyapsizlar, chiqinglar. Yaxshi mashinalik o'ylab ko'ringlar. Yo, bo'lmaydi. Ha, bo'pti, ketmasani, ketmaydi. Xo'p, maktab o'quvchilari doim piyoda ketishar ekan. Nima bo'lyapti bu yerda? Nima bo'ldi bu yerda? Oshnam cho'kib ketyapti. Iltimos uni qutqaring. Oshnam cho'kib ketyapti. Qarang. Bor uni qutqar. Yo, men suvda qo'rqaman, jinnimisan? Bo'ldi, o'zim qutqaraman uni. Bor, o'zing qutqar. Bo'ldi, hozir o'zim qutqarib chiqaman uni. O'zimni qutqaraman hammangni. Bo'ldi, qutqarildi. Ya'ni endi hammamiz qo'shiq kuylab uyga ketamiz. Oya, men cho'kib ketay dedim. Voy, o'g'lim, ko'chib ketay dedingmi? Cho'kib ketay dedingmi deydim. Yo'q, cho'kib ketmadim men. Qarashchi, mana u amaki meni qutqardilar. U amaki zo'r ekan. Sizga juda ham katta rahmat. O'g'lim sizni juda ham yaxshi ko'rib qoldi. Ayniqsa meni. Ha, sizni ham. Qarashdak, bo'ldi, uyga kirib ketdingiz. Amaki, mana bu sizga $100 pul. Yo'mayu. Menga zo'r ideya keldi. Yana xuddi shunaqa qilib turib pul topamiz. Ko'pgina pul topdik keyinchalik. Biz yana yangicha avtobus sotib olgani bordik. Bu avtobusimizni ham sotib olib, ustiga pul qo'shib yangichalisidan sotib olamiz. Salom Jamol, yana nihoyat temirli avtomobildan sotib oldik. Bir kuni biz o'g'rilarni tashab qo'ydik. U o'g'irligini bilmaganda, prosta niqobda qo'ygan nemis deb o'ylaganda, keyin ular bizga uyga tashab qo'ygani uchun bizga chamadon berishdi. Keyin bu chamadonni qochib ketishdi. U chamadonni bizga tashab ketib turib, keyin biz chamadonni ichida prosta narsalar bormikin deb o'ylagandik. Keyin chamadon ichida $1,000,000 pullar bor edi. Hamma pulni biz olib, yangi avtobus sotib olmoqchi edik. O'zimga $1000 oldim, Jamol bilmasdan qoldi. Keyin Jamolni eng zo'r ideyasini, eng zo'rini eshitdik. Qarashchi, Freddy degan ertalab biz urib yuborgan o'sha mashinistni ham avtobusi bor ekan. O'sha avtobusga chiqib turib, barcha klientlarni qochirib, o'zimizning klientlarimizga og'dirib olmoqchi edi. Qanday qilib deysizmi? U shunchaki soqol kiyib, Cholbobo rolini o'ynab bekatda o'tirib turadi. Hali Freddy ismli shaxs kelib turib, keyin mashinasiga o'sha ishni qilib qo'yadi. Davay. Mana Freddyning o'zi bo'ldi. Freddy debman, o'sha qarashchi oboddan o'zi bo'ldi. Qaranglar, opodda, soqolli opodda. Xo'p, buni Freddy ham kelib qoldi. Freddyning mashinasiga chiqadi va barcha klientlarning o'rtasiga kelib turib bo'ldi.
tez qochamiz bu yerdan. Voy appay, nima bu? Bollar qochinglar bu yerda katta narsa turibdi. Qoch, hidini qaranglar, xunukligini. Voy qochamiz, qoch. Nima bo'ldi bu yerda? Yaxshi. Ish bajarildi. Bollar, bu yerni umuman yomon ko'raman. Bu mashinani yoqib yuborish kerak. Musorka mashina yo'qol. Sen endi umuman shopirlik qilmaysan. Kim qilib ketdi bu ishni? Sizlardan kechirim so'rayman. Nimaga bunday qildinglar mashinamni? Sen bo'q mashinasi. Nima qilaman seni mashinangni? Nihoyat biz ham zo'r mashina oldik. Endi barcha kliplar bizga keladi. Bollar, eng zo'r mashina bizniki. Eng zo'r mashina. Mana bemalol chiqib o'tirishlar mumkin. Juda ham zo'r ekan mashinangiz. Juda ham yaxshi. Hamma bolalar shu yerga chiqadi. Va xullas kelam bugungi video shulardan iborat. Like bosib qo'yinglar, jalkamas.